Biz oilada 4 ta qiz farzandimizda, onam 4-homilasi jinsini qizligini bilganda xomush bo'lib qolsa, dadam urishib beruvdi. Xudoyim bizga shunaqa chiroyli oila berdi, baxt berdi, quvonch berdi. Endi farzand bersa ham noshukrlik qilasizmi? Qo'ying deb urishib beruvdi. Keyin kichkina singlim tug'ildi. Enam, ya'ni buvim raddomga dadam jo'natyapti, ismini O'g'iloy qo'yib kelasan deb. Enam biz rosa ham yaxshi ko'rardi. Endi hamma o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qiladi-da. Keyin dadam chaqaloqning ismini Begoyim deb qo'yib kelgan. Uy kelganda dadam enam rosa urishgan. Dadam aytuvdiki, ismini O'g'iloy qo'ysam, ertaga qizim katta bo'lganda hali o'g'il ko'rish uchun menga O'g'iloy deb ism qo'ydingmi? Meni xohlamaganmisan deb qarab tursa, nima deb javob beraman bolamga? Xudoyim bersa shundoq bersin, o'g'il bo'lmasa kerak emas o'g'il farzand degandi. Lekin baba Begoy 3-4 yoshga kirganda ismidan norozi bo'lib yig'lagan. Nega meni ismimni Cinderella qo'ymagansizlar deb. Keyin dadam buyrug'i bilan biz hammamiz uni 3-4 oy Cinderella deb chaqirib yurganmiz. Men shunaqa zo'r odamni qiziman. Dadam unutilib ketishini xohlamayman. Hali dadam haqida ko'p gapiraman. Meni onam kichkina kelin 17-18 yil qaynona qaynota bilan yashagan. Otam bilan enam, ya'ni bobom bilan buvim oxirgi nafasigacha opamni duo qilib mingdan ming rozi bo'lishgan. Hech qachon bizga gap qaytarmadi, doim kulib turadi, shirin-shirin ovqatlar qilib beradi. Bolalaringning rohatini ko'r Gulchehra deyishardi. Haqiqatan ham opam hech qachon birovga gap qaytarmagan, kimnidir dilini og'ritmagan. Sababi dadam bunga hojat qoldirmagan. Dadam opamga nisbatan juda ham adolatli qaror chiqarardi. Meni xotinim uyimga kelganda hali 18 ga kirmagan beg'ubor quvnoq qizcha edi. Ko'z o'ngimda hali ham o'sha qolgan derdi. Hayotni past va balandligida dadam himoya qilgani uchun ham opam o'zini xarakterini, ko'nglini saqlab qola olgan. O'zidan ojiz odamlarga chegara chizib, ularga zulm qilish hammani qo'lidan keladi. Yaqinlarini yaxshi ko'rib, ularni himoya qila olish faqat kuchli odamlarning qo'lidan keladi. Men shunaqa zo'r odamni qiziman. Meni ota-onamning xizmatini qilib, o'zingni ota-onang va jigarlaringdan uzoqlashsan deydigan odam qay darajada odam? Bunaqa tipdagi odamlar uchun hatto paypog'ingizdan ham voz kechmang. U nafaqat yomon odam, nafaqat sizni yaxshi ko'rmaydi, balki sizdan nafratlanadi. Shuning uchun ham dadadek, onadek buyuk zotlaringizdan sizni ayirib, gunohga botirib, ikki dunyo ham sizni azoblamoqchi. Oilani saqlab qolishchi demang. Haddini bilmasdan suvdan sakrab chiqib qolgan baliqchani asrab qolish uchun dunyoni suvga ko'molmaysiz. Bundan keyin bir-birini yomon ko'rib, aybini ochib, qiynashga harakat qiladigan odamlar to'plamiga oila deyilmaydi. Bunaqa odamlarning gunohi va kasri sizga urmasligi uchun ham tezroq uzoqlashing. Bu mening shaxsiy fikrim, kimlardir boshqacha o'ylashi mumkin. Meni familiyam Pardaboyeva. Kichikroq qizligimda bir ahmoqligim tutib dadamga, "Nimaga meni familiyam chiroyli emas, ma'nosi yo'q. Shuni deb jurnalda pastda turaman. O'qituvchini nuqul mendan so'rashga vaqti yetmay qoladi" deb xafa bo'ldim. Dadam jahl chiqdi. "Nimaga men dadamning ismini unaqa deysan? Chiroyli-ku" deganda, "Axir ma'nosi yo'q" desam, dadam "Sen bilmaydi" degani yo'q degani emas. Bu ismni qo'yishdimi, demak ism qo'ygan odamlarning xayolida bu so'zning ma'nosi bo'lgan. Turmushga chiqsang alishtirib olaverasan deb aytdi. Shu bilan suhbat tugadi. Men dadam olamdan o'tgandan keyin turmushga chiqqanman. Lekin o'zim familiyamda qolganman. Erim qancha aytsa ham uni familiyasiga o'tmaganman. Chunki har safar o'sha suhbatni eslaganimda ko'nglim qiriladi. O'zimdan xafa bo'lib ketaman. O'zimni kechira olmayman. O'sha familiyani saqlab, qanaqadir o'zimga isbotlamoqchi bo'laman, mana shu familiyani yaxshi ko'rishimni, qabul qilganimni. Ba'zan ota-onamizga gapirgan yoqimsiz gaplarimizni ular jiddiy ham olmasligi mumkin, lekin ularni yo'qotganimizdan keyin o'sha gaplar kelib tomog'imizdan bo'g'adi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Meni opacham Muxlis Toshmiyda o'qiganda, u paytda bakalavrni o'zi 7 yil edi. Sochkasi dadam yo'q, oldin o'qishni bitirsam ungacha uzatmayman deb turib olgandi. Hamma qarindoshlarimiz aytardiki, "Tezroq ber, orqasida 3 ta singlisi bor, ketma-ket qolib ketadi bular" desa ham, "Yo'q" deb uzatmayman deb turib oluvdi. Bir kun hammamiz dars qilib o'tiribmiz, dadam Muxlis oldiga keldida, "Bolam, o'rtoqlaring turmushga chiqayotgandir, lekin sening diling o'ksimasin, men qolib ketyapman" deb. "Seni kasbing qiyin. Sen birovning uyiga borsang, bu uyda chalik mazza qilib erkin dars qila olmaysan. Xayolingni bo'lma, sendagi chiroyli aqlli qiz hech qachon qolib ketmaydi. Kechroq turmushga chiqasan, zato senda oila ham, karyera ham bo'ladi" deb peshonasidan bitta o'pib chiqib ketuvdi-da. Hammamiz kulib o'rganmiz. Muxlis ham rosa uyalib kuluvdi. Haqiqatan dadam Muxlis bakalavr bitirgandan keyin o'ziga o'xshagan doktorlikka uzatgan. Men ham 24 yoshimda turmushga chiqqanman. Xullas dadam o'qishimizni birinchi o'ringa qo'yardi. "O'zlaringning shaxsiy hayotlaringni oldin rivojlantirib olinglar" derdi. Men shunaqa zo'r odamni qiziman. Men dadam ismi Jabborov Ilhom Pardaboyevich. Onam bizga ozgina qattiq qo'lroq bo'lgan, ko'p urishardi, lekin dadam uyda bo'lsa hech ham urushtirmasdi. Bir kun nimadir sabab gap eshitayotgandik, dadam o'rtaga tushdi. "Urishurmang meni bolalarimni, muncha urishasiz, tergamang, hech narsa qilmaydi" deganda, opam aytdiki, ya'ni onam, "Doim shunaqa o'rtaga tushasiz, doim bular erkalab urasiz, shunaqa qilib buzasiz bularni, yomon odam qilasiz, o'rtaga tushurmang" deganda, dadam aytdiki, "Bular yomon odam bo'lish mumkin emas. Bular bizni ikkalamizni bollarimiz. Bizni ko'nglimizda yomonlik yo'q. Bular har qanaqa vaziyatda ham, har qanaqa odamlar orasida ham baribir yaxshi odam bo'lsa" dedi
dedi. To'g'ri, odamni tarbiyasida, odamni behaviorida, ya'ni odamni xarakterida genni o'rni katta, lekin tarbiyani ham o'rni bor. Va dadam urushmasdan katta qilish tarafdori bo'lgan. Sizni uyingizda qaysi tomon qattiqroq bo'lgan, dadangizmi, opangizmi? Yozib qoldiring. Biz qishloqda yashardik-da, u paytda o'qishga kirish rosa ham qiyin, kirish ballari baland, chiziq tagida qolib ketsangiz ham o'qimaysiz. Dadam rosa kuyib pishardi, qizlarimni o'qitishim kerak, repetitorga berishim kerak, shaharga ko'chishim shart deyaverardi-da. Xullas qiynalib harakat qilib shaharga ko'chganmiz. Hammamizni qo'shimcha darslarga bergan. O'shanda ba'zi bir qarindoshlarimiz aytuvdiki, "Nega buncha kuyib pishasan qiz bolani o'qitaman" deb. Ertaga ikkita non ko'tarib keladimi, yo'qmi derdi. Dadam aytuvdiki, "Kerak emas menga bularning ikkita noni. Men o'zim nonimni topib yeya olaman har doim. Lekin bular qiz bola, ertaga o'zini haqqini, huquqini bilib ajrata olsin. Qo'lida diplomi, boshida bilimi bo'lsa, hech narsaga zoriqib qolmaydi. Men bularning kelajagini iloji boricha chiroyli qilib berishim shart" derdi. Men shunaqa zo'r odammi qizman. Oyog'imiz tagiga sevaman deb yotib olgan erkak ham dadamizchalik bizni yaxshi ko'rmaydi. Otalar omon bo'lsin. Dadam bizni otam bilan enam oldida erkalayursa, enam aytardiki, "Voy, yaxshi ham bir 5-10 yil kutib ota bo'lmabsan, erta ota bo'lgansan. Xuddi bola ko'rmaganday yopishasan bolalaringga" desa, dadam aytardiki, "Sizni qizlaringiz meni bolalarimdek shirin bo'lmagani sizga alam qilyaptimi?" deb hazillashardi. Enam o'shanda aytardiki, "Yo, men xursandman, xotiningga, qizlaringga rosa yaxshi gapirasan, erkalaysan, lekin bu qizlar ertaga birovning uyiga boradi. Bular faqat yaxshi gap eshitib katta bo'lyapti. Ertaga bular gap ko'tarmaydi, qiynaladi" desa, dadam aytardiki, "Kerak emas, ortiqcha gap ko'tarmay qo'yaversin. Hammasini o'zimga o'xshagan yigitlarga beraman" derdi. Endi rostdan ham hozir o'ylab ko'rsam, qiz bola o'zini dadasini, onasiga bo'lgan munosabatini o'sha uyda o'sgani uchun ham normaga aylantiradi-da, miyasida. Norma deb qabul qilib qoladi o'sha munosabatni. O'shaning uchun ham ko'p holatlarda, hamma holatda ham emas, ko'p holatlarda qizlar dadasiga o'xshagan yigitlarni o'ziga turmush o'rtoq sifatida tanlaydi deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz?